Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Navbatdagi videomiz agar sizga nikoh tuzilganligi to'g'risida ma'lumotnoma zarur bo'lsa, MyGo.uzdan qanday qilib yuklab olish jarayonini ko'rib chiqamiz. Demak, MyGo.uz ilovasi orqali o'tamiz. Ro'yxatdan o'tgan bo'lishingiz talab qilinadi. Ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz, kanalimizda ro'yxatdan o'tish bo'yicha video yo'riqnoma joylashtirilgan. Shu bo'yicha ro'yxatdan o'tib, so'ngra bu amalni bajarsangiz bo'ladi. Xizmatlar orqali, demak, bu yerda oila va bolalar ustunni tanlaymiz va bu yerda bizda nikoh to'g'risida ma'lumotnoma degan xizmat taqdim qilingan. Demak, xizmat narxi 18.540 so'm miqdorda amalga oshiriladi. 2 ish kunida, demak, xizmat ko'rsatiladi. Biror turdagi hujjat talab qilinmaydi. Jarayon davom etib xizmatdan foydalanish qilamiz. Va bu yerda bizga ariza kim tomonidan yo'llanmoqda degan savol berilgan. Demak, ishonchli shaxs yoki arizachi. Demak, ishonchli shaxs albatta Davlat xizmatlari markazidan tanlash mumkin bo'ladi. Ishonchli shaxs kim bo'lishi mumkin? Bu aynan qonuniy vakili, qarindoshi, notarial ishonchnoma, arizachi tomonidan shu hujjat nikoh qaytilganlik ma'lumotnoma zarur bo'lgan, o'zi xorijda bo'lgan yoki deylik o'zi bevosita murojaat qilish imkoniyati bo'lmagan odamlar uchun, demak, notarial tasdiqlangan ishonchnomani, demak, ishonchnomasi mavjud bo'lgan fuqarolar orqali murojaat yuborish mumkin. Hozirgi holatda arizachi ustun tanlangan. Arizachi ustun orqali keyingi tugmani bosib, keyingi jarayonga o'tamiz. Shundan so'ng ro'yxatdan o'tkazilgan FXDYO bo'limi, ya'ni kim o'sha qaysi ZAGS orqali nikohingiz qayd qilingan bo'lsa, aynan shu nikoh ordenini joylashgan viloyati va albatta tumanni tanlashi zarur bo'ladi. Shundan so'ng fuqarolik holati dalolatnoma qayd etilgan sana. Buni aynan shu sanani aynan bilmasangiz, qo'shimcha oyna mavjud, talab etilayotgan ma'lumot yozilishi mumkin bo'lgan davr. Deylik, bu yerda aynan fuqarolik holati dalolatnomasi qayd etilgan sanani bilmasangiz, bu yerda nikohdan o'tgan yiliz va oyizni agar taxminiy sanalarni bilsangiz, shu sanalarni qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Demak, jarayon sanasi va o'sha taxminiy sanani qaysidan qat'iy nazar qo'yganingizdan so'ng keyingi tugmasi tanlanganda, demak, bizga invoice jo'natiladi. O'sha to'lov qilish bo'yicha. O'sha invoice raqami asosida to'lovni amalga oshiramiz. Buni klik orqali yoki turli o'sha ilovalardan foydalangan holatda to'lovni amalga oshirganingizdan so'ng, demak, 2 ish kunida sizga aynan nikoh qayd etilganligi yoki o'sha nikohda turish yoki turmasligi, ajrashganligi to'g'risida ma'lumotnomani yuklab olasiz. Buni aynan jarayonni, demak, oxirida bizga asosiy ustun orqali arizalarim bandidan aynan o'sha yerda, mana bu yerda, demak, to'lovni qilganimizdan so'ng aynan shu xizmat tayyorlandi holatiga o'zgaradi-yu va shu yerda kirgan holatda ichkari qismidan biz o'sha yuklab olishimiz mumkin bo'ladi. Bugungi video yo'riqnomamiz aynan mana shu mavzuda edi. Videomiz yoqqan bo'lsa, shu like bosib qo'llab-quvvatlang. Tanishlaringizga jo'nating. Bu xizmatga zarur bo'lganlar, xizmat zarur bo'lganlarga bu ayni muddao bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat, salomat bo'linglar.